Farzand bebaho boylik. Ona oldida turgan ulkan mas'uliyat esa uni sog'lom voyaga yetkazishdir. Bu borada onalarimizning beminnat xizmatchisi bu shubhasiz ona suti hisoblanadi. Zero ona suti bolaning sog'lom o'sishi, aqliy rivojlanishi hamda onaga bo'lgan mehrini ulg'aytirishda eng katta vosita hisoblanadi. Bugun ko'rsatuvimiz davomida ona suti bilan oziqlantirishning tartib-qoidalari haqida so'z yuritamiz. Bugungi kunda mana shu ona suti bilan go'daklarni va chaqaloqlarni ona suti bilan oziqlantirish eng dolzarb masala hisoblanadi. Bolani immun tizimini ko'tarish uchun ham mana shu ona suti bilan boqish juda katta ahamiyatga ega ekan. Shuning uchun ham bu Allohning mo'jizasi hisoblanadi. Mana ko'p olimlarimiz shunday ta'kidlashadiki, Alloh taolo shunday buyuk ekanki, uning eng ko'p mo'jizalaridan biri bu ona suti bilan boqish ekan. Shuning uchun ham bolalarimizni qancha ko'p ko'krak suti bilan emizsak, ularni aqliy faoliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatadi, immun tizimini rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari ona sutida shunday moddalar borki, bu hech qaysi bir sun'iy aralashmalarda bunaqa moddalar yo'q. Ya'ni ona sutini olimlarimiz shuni aniqlashibdiki, ona sutida 90% suv bor. Bu suv o'sha bolani organizmi tug'ilgandan keyin suvga muhtoj bo'lar ekan. Mana shu suvni ham ona sutidagi suv albatta qoplaydi. O'sha suv o'rnini ham qoplaydi. Shuning uchun bolalarimizni, chaqaloqlarimizni birdan onasidan tug'ilgandan so'ng hozir yarim soat ichida ko'krakka berish, bu hamma tug'ruqxonalarda mana shu narsa yo'lga qo'yildi. Qancha ona ko'p sut bilan emizsa, ya'ni birinchi keladigan og'iz suti, bu gilage deyiladi. Shu og'iz suti eng katta birinchi birlamchi emlash hisoblanadi. Oltin vaksina hisoblanadi. Shuning uchun ham bolani immun tizimi 2 yoshgacha o'sha juda past bo'lar ekan. Ana shu immun tizimini yaxshilash uchun 2 yoshgacha mana shu immunitetni bola onadan olar ekan. Ona sutida nafaqat suv, undan tashqari fosfor, oqsillar, beta laktoza, uglevodlar, shakar, mana shunga o'xshash moddalar bor. Bular bolani organizmida yengil hazm bo'ladi. Shuning uchun ham bolani 2 yoshgacha ona o'zi emizishi kerak. Yuqorida aytib o'tilgandek, ona sutida bola hayoti uchun zarur bo'lgan oziq moddalar va vitaminlar mavjud. Ular go'dak vujudiga oson singadi va to'liq hazm bo'ladi. Bundan tashqari, ona sutida bolani turli xil kasalliklardan saqlovchi moddalar, antitelalar va fermentlar bor. Ona suti tarkibidagi uglevodlar oziqlilik xususiyatidan tashqari, ichaklarda mikroblarning o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Undagi kalsiy va fosfor tuzlari esa bola skeletining to'g'ri shakllanishi hamda yaxshi rivojlanishi uchun g'oyat muhim. Ko'krak sutining yana bir xususiyati shuki, bola tanasida har xil kasalliklarga qarshi bir umrga yetgulik immunitet hosil qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, chaqaloq onasini kamida 6 oy emsa, har yili dunyo bo'yicha 1 milliondan ziyod bolani o'limdan saqlab qolish mumkin bo'lar ekan. Sun'iy oziqa bilan o'sayotgan bolalarga qaraganda, ona suti bilan oziqlangan bolalarda kasallikka chalinish 2,5 barobar kamroq kuzatiladi. Shuningdek, bu kabi bolalar o'z tengdoshlari orasida jismonan va aqlan ajralib turadi. Ayniqsa bolalar o'rtasida ko'p uchraydigan kamqonlik, raxit, gipotrofiya, allergik kasalliklar aksariyat ona sutiga to'ymagan bolalarda ko'proq uchraydi. Shuningdek, ona sutining yana bir ajoyib xususiyatlari bola asab sistemasining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ona suti tarkibidagi oqsil miqdori sigir suti tarkibidagi oqsildan 2,5 barobar kam, uglevodlar esa 1,5 barobar ko'p bo'lsa, tuzlar miqdori esa 3,5 marta kamdir.
Ona suti oqsilining biologik qiymati sigir suti oqsiliga nisbatan balandligi, uning tarkibidagi aminokislotalar soni va miqdori bilan aniqlanadi. Go'dak yoshidagi bolalar organizmida gistidin sintez qilinmaydi va shuning uchun ulardagi organizmda sintez qilinmaydigan aminokislotalar soni kattalardagi kabi 8 ta emas, balki 9 tadir. Ya'ni tug'ilgan chaqaloqlar organizmida dastlabki haftalarda sistin ham sintez qilinmaydi. Bolaning A vitaminiga bo'lgan talabini ham toki u 1-2 yoshga to'lgunga qadar ona suti yetarli miqdorda qondira olishi aniqlangan. Ayniqsa dastlabki 4 oylar juda muhim sanaladi. Bunda faqat ona kundalik ratsionini to'g'ri tashkil qilishi darkor. Ona suti tarkibidagi minerallar miqdori va sifati bola organizmi o'sish talablariga to'la mos keladi. Chunki ular sigir sutidagi mineral moddalarga nisbatan osonroq so'riladi. Shuni unutmaslik lozimki, ona suti bilan oziqlanish orqali ona-bola o'rtasida aloqa tiklanadi. Bu esa o'z navbatida ular o'rtasidagi o'zaro mehr-muhabbatni uyg'otadi. Ko'krak suti bilan boqish nafaqat bolani, onaga ham katta ahamiyati katta. Bunda o'sha onalarda saraton kasalligi, har xil artrit kasalliklari, qon tomir kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklariga uchramaydi. Kamqonlik ham oldi olinadi. Hamda bu bilan nafaqat kasalliklar, balkim onalar va bolalar o'limini oldini olishga ham erishamiz. O'shaning uchun ham bolani ko'proq emzish kerak, hamda ayniqsa birinchi tug'uvchi ayollarimizga yordam berishimiz kerak. Birinchi tug'uvchi ayollarimiz bolani ko'krakka qanday qo'yishni, ko'krak oldidagi to'rtta holatini yaxshi bilishmaydi. Shuning uchun ham bolalarimizni mana tug'ilgandan so'ng bir tekislikda, boshi bilan tanasi bir tekislikda bo'lishi kerak. Yuzi ko'krakka qaragan, burni ko'krak uchini sathida bo'lishi kerak. Bolani tanasi onaga zich yopishgan bo'lishi kerak. Bolani nafaqat haligi o'ng qo'l bilan nafaqat boshini, balkim chap qo'l bilan ham butun tanasini ushlab turish kerak. Shundagina bola o'sha ko'krakni yaxshi qamrab oladi va shu bolaga sut kelishi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun onalarimizga bolasi tug'ilganda ularga ko'krakni oldi holati bilan ko'krak emizishni qoidalarini aniq va yaqqol tushuntirishimiz kerak. Buning uchun biz tibbiyot xodimlari o'sha ko'krak emizish qoidalarini o'zimiz bilishimiz kerak. Agar o'zimiz bilmasak, biz shu ayollarimizga o'rgata olmaymiz. Ayrim onalar o'sha bolaga qarab egilishadi. Bu esa noto'g'ri. Bolani aksincha ona ko'kragiga o'zi olib borish kerak. Egilmasdan to'g'ri holatda o'tirish kerak. Yotganda ham yengil to'g'ri holatda yotish kerak. Chunki agar egilganda ona charchab qoladi. Shuning uchun ham ona egilmasligi uchun bolani o'ziga yaqin olib borish kerak. Bolani boshi bilan tanasi bir tekislikda bo'lishi kerak. Yuzi ko'krakka qarab turishi kerak. Burni ko'krak uchini sathida bo'lishi kerak. Va o'sha bir qo'limiz bilan boshini ushlasak, ikkinchi qo'limiz bilan biz tanasini ham ushlashimiz kerak. Ana shundagina o'sha to'rtta holatni biz bajargan bo'lamiz. Bolalarimizni, ayniqsa o'g'il bolalarimizni biz 3 yoshgacha emizdirishimiz kerak. Qiz bolalarimizni 2 yoshgacha emizdirish kerak. Olimlarimiz shuni aniqlaganki, 6 oygacha ko'krak suti bilan emizish bu bolani o'sha bolani ona sutiga bo'lgan ehtiyojini qoplaydi. Lekin agar bolalarimiz ko'proq sutni emizish kerak bo'lsa, onalarimiz kecha kunduz emizish kerak. O'sha kechqurun ayniqsa mana shu gormonlar, ona sutini keltiruvchi gormonlar kechqurun ajralar ekan. Shuning uchun ham kechqurun ham ko'proq emizish kerak. Buning uchun onalarimiz 6 oydan keyin qo'shimcha ovqatlar berish mumkin. Bularga sun'iy ozuqalar emas, balki o'sha bolani organizmiga kerak bo'ladigan sabzavotli mahsulotlarni kiritishimiz kerak. Endi bu sabzavotli mahsulotlardan nimalar? Bolalarga mana ko'proq sabzi kartoshkalardan pyurelar qilib berish kerak. Guruchli 5-10% manniy bo'tqalaridan bersa bo'ladi. Ana shunday qilib asta-asta qo'shimcha ovqatlarga ham o'tib ketsa bo'ladi. Lekin 6 oygacha istisnosiz ko'krak sutini albatta ona berishi kerak. Chunki bu ham homiladorlikdan saqlaydi.
Buni laktatsion aminariya usuli deydi. O'sha onalarimiz kecha kunduz emizsalar, ya'ni o'sha laktatsiyani kuchaytiradi va bolalarimiz och qolmaydi. Agarda bolani o'sha ko'krak oldiga tutishni to'rtta holatini onalarimiz bilmasa, albatta ko'krak yo'rilishlari kelib chiqishi mumkin, mastopatiyalar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun onalarimiz o'sha mastopatiyani ham oldini olish uchun ko'proq emizishlari kerak. Qancha ko'p emizilsa, agar ona emizolmasa, ko'krakni qo'l bilan sog'ish usulini ham bilish kerak. Bundan tashqari shprits usuli bor. 10 grammli shprits bilan o'sha onalarimiz agar ko'krak uchini yassi bo'lgan onalarimiz bor, o'shalarga shprits usulini qo'llaymiz. Va qo'l bilan sog'ish usuli ham juda yengil bo'ladi. Qancha qo'l bilan massaj qilib o'sha ko'krakni sog'ilsa, sut yaxshi ko'krakdan yaxshi sog'ilib chiqadi va uni alternativ usulda chaqaloqlarimizga o'sha ona sutini bersak bo'ladi. Alternativ usuli bu shprits bilan berish usuli bor, zond bilan berish usuli bor. Ayniqsa chala chaqaloqlarimizda ko'proq zond bilan emizdiriladi. Lekin o'shanda ham ona sutini sog'ib berilishi kerak. Ayniqsa ona sutini sog'ib berish, zond orqali shprits bilan berish bu o'sha chala chaqaloqlarimizga nima uchun biz ko'proq ona sutini berishimiz kerak? Chunki chala chaqaloqlarimizda mana teri osti yog' qatlami yaxshi rivojlanmaydi. Shuning uchun o'sha teri osti yog' qatlami yaxshi rivojlanishi uchun onaning suti juda ham kerak. Ona suti mehr bulog'i hisoblanadi va bizni bejizga aytilmagan o'sha allomalarimiz Abu Ali ibn Sino ona sutini quyoshga nisbatan ta'riflaganlar. Bu nima uchun quyoshga nisbatan ta'riflangan? Shu ona suti eng bebaho ozuqa hisoblanar ekan. O'sha sun'iy ozuqalarimizda ona sutidagi bor narsalar sun'iy ozuqada yo'q ekan. Ona sutida shunday elementlar borki, beta laktoza, taurin moddasi. Bu eng o'sha bolaning rivojlanishi uchun, miyasini ayniqsa rivojlanishi uchun eng kerakli ozuqa hisoblanar ekan. Ammo sun'iy ozuqalarda mana shunaqa elementlar yo'q. Sun'iy ozuqalar pasterizatsiya qilinadi. Undagi hamma elementlar o'lik holda bo'ladi. Ona sutida esa hamma moddalar, o'sha antitanachalar, bolani oshqozon ichak traktida hazm bo'ladigan elementlar tirik holatda bo'ladi. Shuning uchun ham bu bolani organizmida, bolani oshqozon ichak traktida yengil hazm bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu onaning suti eng yengil hazm bo'lganligi uchun ham olimlarimiz isbotlashibdiki, ham sifat jihatdan ham, miqdor jihatdan ham ona suti 5 ball bilan baholanibdi. Shuning uchun ham ona suti bilan ko'proq emizsa, chaqaloqlarimiz juda tez rivojlanib, vazn ko'paytirib, bu esa bolalardagi hamma infeksion kasalliklarni, ichki kasalliklarni oldini olishga ham yordam berar ekan. Bundan tashqari hozir mana OIV infeksiyasi tarqalib ketdi. OIV infeksiyasida onadan bolaga o'tish xavfi yuqori. Shuning uchun biz OIV infeksiyasi bo'lganda biz ona sutini bermaymiz. Bu qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Boshqa hamma holatlarda onani ko'krak suti bilan bolani emizishni mahrum qilmasligimiz kerak. Ya'ni bizning oldin momalarimiz faqat ko'krak bilan emizishgan. Shuning uchun biz mana shu an'analarimizni saqlab qolgan holda ko'proq bolalarimizni emizdirishimizga, ya'ni birinchi tuqqan onalarimizga ko'proq biz maslahatlar berishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak va ularni o'sha mana shu tug'ruqxonadan chiqib ketgandan keyin ham o'zlarini uylariga borganlarida faqat ona suti bilan emizishni davom ettirishlari kerak. Aziz
Aziz onalar, ko'rsatuvimizda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Unutmang, ona suti farzandingiz uchun bebaho ne'mat. Uni bu ne'matdan mahrum qilmang. Farzandingizni sog'lom voyaga yetkazing.